Bu bemorimizda mana ko'rib turganingizdek psoriaz kasalligi bizani markazimizga 2-3 kun avval murojaat qilganlar, bizga murojaat qilganlarda juda ham kuchli qichishish bilan, toshmalarni ko'pligi bilan murojaat qildilar. Hozirgi paytda mana 3 kun bo'ldi davolanish bosqichiga. Hozirgi paytda umuman qichishishlar qoldi. Yangi psoriatik o'choqlar kamaydi, chunki yangi chiqayotgan o'choqlar juda ham ko'p edi va ular hozirgi paytda to'xtadi desak ham bo'ladi. Hozir endi sekin bu bemorimizni psoriazni progress bosqichidan statsionar bosqichiga o'tkazibamiz. Fizioterapevtik va konservativ davolanish orqali. Eng bezovta qiladigan narsasi psoriazni bizga qichishish bilan, kuchli qichishish bilan bezovta qilib kelishadi. Endi psoriazni har xil turi bo'lgani uchun bir xil psoriazlarda qichishish bo'ladi, bir xil psoriazni turlarida umuman qichishish bo'lmaydi. Shuning uchun hozir bu bemorimizda juda ham xursand. Eng asosiysi hozir bu yerda qichishish qoldi. Va psoriatik o'choqlar уже progressiya sekin tekislanish boshlandi. Bizani kuzatib borsanglar, jarayonlar bilan bo'lishib boramiz.